Bunaqa narxga, bunaqa holatdagi Gentra'ni bozordan ham, internetdan ham aniq topolmaysizlar. Birinchi qo'l egalaridan Gentra avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, rangi mokra asfalt, 3-pozitsiya avtomat korobka, lyuk, diska, ABS hamma narsalari bor. Bosib o'tgan masofasi, probegi bor yo'g'i 17 000 kilometr. Mashina faqat benzin yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham a'lo darajada. Bor yo'g'i 17 000 yurgan yangi mashina. Mashinaning salon qismiga keladigan bo'lsak, bironta ham sarapina yo'q, ideal holatda turibdi, yaxshi chexol, polik taqilgan, rulga chexol taqib qo'yilgan, Starline signalizatsiya, bu Elegant Plus komplektatsiya, podogrev sideniyalari bor, monitor o'rnatilgan, video registrator o'rnatilgan, lyuk albatta bor, xullas приятный, аккуратный salon. Mashinaning bitta kichkina aybi bor, orqa bagaj qopqog'ini pastida pitno qilib sepilgan, tepasi toza, krilolari toza, ichiga o'tmagan. Tog'orasi but-butun, zapaskasi hali biron marta ham ishlatilmagan. Ana endi eng qiziq joyga keldik, narxi. Narxi $12 500. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Toshkent shahar.